Assalomu alaykum guruhimiz kuzatuvchilari va o'zbegim xalqi. Mana bizda rezultat olganlar bor ekan, ya'ni mana ayollarning gigiyenik vositasini davolovchi shprisimizdan, keyin mana prokladkalarimizdan bittagina qarang, qanday rezultat oldingiz, o'shalarni gapirib bersangiz, mana xalq ham bilsin. Assalomu alaykum. Mana menga miyoma bor edi, chaqaloqda kallasida miyoma bor edi. Qarshiga doktorga bo'lganimga ulasa, rakka aylangan dedi. Men hozir mana shu foydalanib ko'rdim. Hozir miyomam quriy boshlagan. 3 bo'lgan miyomam. Juda yaxshi narsa ekan. Kirizlar, foydalanib ko'rizlar. Qay holatda foydalandingiz? Bu birinchi geldi. Oldin shprisini foydalanib, keyin buni 3 ga bo'lib foydalanib ko'rdim. Tampon qilgansizda buni. Tampon yo'liga qilib foydalanib ko'rdim. Xursandmisiz? Xursandman, juda yaxshi. Kirganingizdan mamnunmisiz? Rahmat. Necha yildan beri o'sha miyoma bilan kurashib kelayotdingiz? Toshkentga qatnab 9 yillar bo'ldi miyomam borligiga. Ungacha kattaligini bilmaganman. Ikkinchi balam tug'ilgandan keyin miyomim chaqaloq kallasida edigandan keyin ana shu doktorlar san ulasan, rakka aylaning dedi. Men Toshkentgacha borib keldim, foyda topa olmadim. Mana Grilevdan foyda ko'rib, shprisidan, tamponidan, olvislardan ishlataman. Xudoga shukr. Hozir o'sha narsa 3 bo'lib miyomam quriy boshladi. Malades. Hammaga tavsiya qilamiz o'rtoqlar, mana realniy bo'lgan narsa, mana o'zi xursand bo'lib gapirib beryapti. Hammaga tavsiya qilamiz.